Assalomu alaykum do'stlar. Honor modellarimiz tugab qolgandi. Hamma modellarni olib kelib qo'ydik. Honor'imizning yangi modellari 800larini olib kelib qo'yganmiz. Hozirda hammasi kalistrada, sotuvda bor. Bemalol bizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Honor X7D, 8D, i9D. Ochiq holatlari shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Yangi modellarimiz mana shu ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, kimga shunaqa Honor modellarimiz kalistrada kerak bo'ladigan bo'lsa, optim narxlarda qilib beramiz. Hop, ko'pchilik ham so'raydi narxlarini bundan tushib berasizlarmi yo bo'lmasam bundan yana narx o'tadigan joyi bormi deb. Bu narxi iloji boricha biz price narx sotishga harakat qilamiz. Price narxdan pastga tushib bera olmaymiz, chunki u kompaniya o'zi belgilab bergan narx bo'ladi. Bundan oyog'iga tushsak bizga zarar bo'lib qolishi mumkin. Shuning hisobiga eng minimalniy narxlarda sotamiz. Xudo xolasa bundan past narxda topa olmaysizlar. Bundan baland narxga topsanglar topasizlar, lekin bundan past narxda topa olmaysizlar. Xudo xolasa bunisiga garantiya beramiz. Xo'p, modellarimizga 1 yil garantiyali ofitsial servis sentrli bo'ladi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qila olasizlar. Manzilimiz Abu Sahiy G blok 123 do'kon. Hammaga rahmat.